Assalomu alaykum hamma, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Xudo xolasa keyindan bitta qoliplarimiz, yaza bo'lib sunamiz. Qoraqalpoqqa chiqib ketyapti. Xorazm Isuzu'dan chiqaryapmiz. 10 ta qolipimiz chiqib ketyapti. Liniyaga tayyorlangan qoliplarimiz. Komplekt holatda meshalga suv yo'nkislari, ruchnoy reskasi qo'shib berilyapti bitta. Avtomat reska olmagan ekanmiz. Avtomat reskani keyinchalik qolip ko'paytirgandan keyin qo'shib olamiz deyishdi akalarimiz. Shu yerda turgan 10 ta qolip liniyadagi qoliplarimiz chiqib ketyapti hozir egalariga. Isuzu'ga hozir yuklash jarayonidamiz. Hop, 10 ta qolipimiz, mishalkamiz. Bitta shablon reskamiz ketyapti hozir akamizga. 10lik, 20lik, 30lik razmerda kesaveradi. Klientni bergan razmeriga qarab bemalol kesib ketaveradi. Universal reskamiz. Hop, suv bochkamizni shu 10 ta qolipga tayyorlab berganmiz akalarimizga. Montaj holatlari bilan mana taylari 8 ga 4 profil to'qib berilgan akalarimizniki. 6 ga 4 emas, 8 ga 4 2 stilni qalinlikda profil to'qib berilgan. Profilni qalinligini ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa qoliplarimiz choklari albasirda yamalmaydigan qoliplarimiz ketyapti akamizga. Mana zazorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda stikda ochiq joyi yo'q mana. Bort ruchkalarimiz ham bitta qolipimiz 8 ta ruchka qisadi, bir tomonda o'zi 4 dona ruchka qisadi. Egalariga chiqish arafasida, xudo xolasa bundan keyingi zakazimiz Andijon viloyatiga 6 dona qolipimiz bilan chiqib ketadi, bir komplekt bu ham. Bundan xudo xolasa videolarni spesifik olib qo'yamiz. Ekranda raqamlar qoldiryapmiz. Pena bo'lib, gasa bo'lib, sunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab bor. Olib borib o'rnatib kuchlar o'rgatib beramiz do'stlar.